Mana aka, hech qanday treshinasi ham yo'q, yorilgan ham yo'q, stiklar ham bergani yo'q. Ko'tarib turibdi bemalol. Tomonga ko'tarib turibdi. Yorilgan ham yo'q. Holatida shuncha yuk ko'taryapti. Agar buni yotqizib 30lik holatida qo'ysak, yana shuncha bir barobar yuk ko'taradi-da bu. Hozir 20 holatda shunday qo'yganmiz. Agar yotqizib qo'ysak, yana bir bor shu holatda shuncha ko'taradi. Hech qanday yorilgan ham yo'q, krashina ham bergan. Hozir ikkinchi piltamizni ham qo'yamiz. Hozir mana ikkinchi piltani ham qo'yapmiz. Mana ikkinchi piltani ham qo'yapmiz. Oldi 10 ga 2 tonna 700. Piltani qo'ydi. Ko'rishlaringiz mumkin, mana hech qanday qorilgan ham yo'q, boshqa bo'lgan yo'q. Bu hali yana ko'taradi. İki tonna 700, 4 ta palestra bo'lak. 2 tonna 700 dan shuncha tonnani ko'taryapti. Ichi bo'ladigan, yorilgan ham yo'q. Treshina ham bergan. Yo'q, hamma narsa normal bor. Buncha yukish mumkin emas. Agar bunga yana qo'yadigan bo'lsak, bu ko'tariladi. Keragi yo'q ortiqcha yukda. Bu hozir 20lik holatida shuncha yuk ko'taryapti. Agar aslida bu 30lik holatida ko'taradi. Qo'yadigan bo'lsak, yana shuncha yuk ko'taradi.